Assalomu alaykum, Tanardu Dramicha o'zlari. Bugun hech kim qilmagan yangilikni ajoyibini qilib beraman. 5li setkamizda yer yong'oq qo'yamiz, maydalar ko'rsatib beraman. Mana yer yong'oq qo'yamiz, ko'rsatadigan bo'lsam mana qattiq holatdagisi 5li setkadan qiyma un holatida qilib ko'rsatib beraman. Mana boshlaymiz. Bismillah. Beşli setkadan o'tganimni bitta ko'rsatib beraman. O'tganim mana bag'aga o'tib oldi. Bu un holatida deymiz buni biz. Endi uni olib keling bo'lsa. Mana bu holat qanaqa-yu, bu holat qanaqa? Bitta baho berasizlar. Motorimiz 6,5 kilovatda 100% netmi motor 4 xil setkasi bilan O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan qilib beramiz. Tornado nomer 1. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.